Sen ham kechirasiz. Sizga uylanmoqchi bo'lgan yigitga mahrga nima so'raysiz? Mahrga J4T1 so'rayman. J4T1 bilasizmi necha pulligini? Hozir Avtoliga 25% boshlang'ich to'lov bilan berib yuborishyapti-ku. Yo'q, bo'lmasa xalq uchun bitta yoritaylik shuni. Ketdik. Mana sizga aytgan T1. Yo'q, mana shu mashinani aytdingizmi? Ha, mana shuni 25% boshlang'ich to'lov bilan Avtoliga chiqarib beryapti. Yana bo'lmasam kattaligini qaranglar do'stlarim. 32 million so'm yozib qo'yibsiz. Nimasi endi bu? Bu skidka narxi hozirgi mustaqilligimiz uchun skidka qilib berishyapti. Qiynalib qolishmasin deb. Tan narxidan 32 million so'm arzoniga gibrid 1200 kilometr yuradi. Benzin rasxoti nechta deysizlarmi? 4 litr benzin rasxot qiladi. Oylik to'lov 2 million 360 ming so'mdan 0% bosh to'lovini qilgan holatda 12 viloyatga bitta pasportga. Garantiyasi qanaqa bu mashinani? 6 yil garantiya beriladi bularga yoki 2 krug. Undan tashqari do'stlarim zamonaviy dizayn, ishlari anchagina komfort do'stlar. Undan tashqari panorama tom va o'sha avtosalon tomonidan beriladigan bonuslar, ichini ko'ylar bitta samolyot singari bo'lib yotibdi. 32 li televizor, koja sidinye, panorama tom va agar aytib o'tilgandek test drive qilish ham bemalol kela olasizlar bepul. Sizlarni o'zimizni Samarqanddagi Cho'ponotadagi do'stlarim Avtoliga Jitur avtosalonida kutib qolamiz. O'z haydab yurgan avtomashinaga trade-in xizmatlari ham bor. Bosh to'lovi qancha, narxga qancha, nima hujjatlar ketadi deydiganlar kommentariyada plus belgisini qoldirib qo'yamiz va do'stlar mahrga gelik so'rayotgan qizlarga bu videoni like bosib, samolyotda bosib jo'natib qo'ysin. Nechta like bossin siz uchun? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bosinglar shu qiz uchun.